Bolaligimizni eslatuvchi izbushka yoki arini ini shirinligi. Bugun birgalikda ishonchli retsept bilan tayyorlaymiz. Ishoning, bittada tayyorlaganingizda o'xshab chiqadigan retsept tezda saqlab olib, yurakchani bosib qo'yishni esingizdan chiqaring. Bismillah deb xona haroratidagi margarinni un bilan birgalikda kroshka qilib olamiz. Ketidan mayonez, tuxum hamda razrixitelni solamiz. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirlarimizni xuddi shunaqa zuvalachalarga bo'lib tindirishga qo'yamiz. Nachinkasi uchun danaklari olingan olchaga shakar hamda kraxmalni solamiz. Xuddi shu ko'rinishda xamirimizga terib o'rab olamiz. Chetlarini nachinka chiqib ketmasligi uchun xuddi shunaqa qilib yopib qo'yamiz. Endi qizib turgan duxovkamizda 40-50 minutga qo'yib pishirib olamiz. Oralariga surish uchun krem tayyorlab olamiz. Kremni men qaymoq hamda molakodan foydalandim. Muzdagina qaymoq hamda molakomizni xuddi shu ko'rinishda mikserlab krem holatiga keltirib olamiz. Tayyor ko'rishlarimizni endi kremlab piramida shakliga keltirib olamiz. Menda piramidam ixchamroq bo'lishi uchun 10 dona ko'rishdan foydalandim. Aslida bu masalliqdan 15 dona ko'rish chiqqan. Siz xohishingizga ko'ra piramidani katta shaklda bezatishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan piramidalarimiz ustini endi xohlaganingizcha bezatishingiz mumkin. Xohlasangiz xuddi shunaqa shokolad pastasini eritib olib ustilariga qo'yishingiz mumkin. Tayyor piramidamiz 2-3 soat xolodilnikda, xohlasangiz 1 soat morozinlikda qotirib olishingiz mumkin.